Siz Turkiyada ish beruvchi yoki ishchi xodim yoki mustaqil ishlovchi ishchisiz. Ammo sizda chalishma izni yo'q. Sizni qancha jarimalar kutyapti? Hozir buni siz bilan ko'rib chiqamiz. Agar ish beruvchi ish ruxsatisiz xorijlikni ishlatsa, har bir xodim uchun 102.503 TL jarima to'laydi. Ikkinchisi, agar xorijlik ishchi ish ruxsatisiz ishlayotgan bo'lsa, 40.977 TL jarima puli to'laydi. Uchinchisi, ish ruxsatnomasiz ishlayotgan har bir xorijiy fuqaro, ya'ni o'z biznesi bilan ishlayotgan har bir fuqaroga 82.010 TL jarima puli bor. To'rtinchisi, 67-35 sonli qarorga ko'ra, agar ish beruvchi yoki mustaqil ishlayotgan xorijlik davlatga belgilangan muddatga xabar bermasa, 6.805 TL jarima puli to'laydi. Xullas, qisqa qilib aytganda, ish beruvchi 102.503 TL, xodim xorijlik uchun 40.977 TL, mustaqil ishlovchi xorijlik 82.010 TL, bildirish bermagan xorijlik ish beruvchi fuqaro, ya'ni ishlovchi fuqaro ham 6.805 TL jarima puli to'laydi. Shu o'rinda muhim eslatma. Bu jarimalarni to'laganingizdan so'ng siz deportatsiya qilinishingiz yoki qayta kirishingizga taqiq qo'yilishi ham mumkin. Bu videoni chalishma iznisiz ishlayotganlarga yuborib qo'ying.